Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, hozir bir videoni ko'rib juda ham asabiylashdim. Ko'rgandan keyin yo Alloh dedim. Naqadar jirkanchlik, naqadar umuman tilga kelmaydigan so'zlar kelyapti-ku. Astag'firulloh deyman. Hurmatli ota-onalar, farzandinglar agar Rossiyada ishlab yurgan bo'lsa yoki boshqa bir chet davlatda ishlab yurgan bo'lsa, bir holidan hol ahvol so'rab qo'yinglar. Bolam, nima ish bilan shug'ullanyapsan? Yaxshimisan? Ko'rinishing qanaqa deb bir so'rab qo'yinglar. Sababi hamma videoni ko'rgandan keyin tushunasizlar. Marhamat, videoni ko'ringlar va o'zingizlar shirin tilaginglarni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Yomg'irga qaramasdan shu videoni qilishlikka qaror qildim. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bu videoni qilishdan maqsad ota-onalar sal e'tiborliroq bo'linglar degan maqsadda qolman. Videoni tomosha qiling. Фамилия, имя, отчество? Махмуд Эминов Фарух Алишерович. Как? Махмуд Эминов Фарух Алишерович. Число место рождения? 27.02. Где родился? Узбекистан. Фамилия, имя, отчество? Закиров Тагмурат Альшатовна. Где родился? Узбекистан. Фамилия? Число место? Понятнее. Понятнее. Мақсудбек Араджанов Мунжанов. Ильяс Улыбайболат. Как? Ильяс Улыбайболат. Киргизия. Mana videoni ko'rdinglar. Bular tug'ilganda otasi agar shu paytda tirik bo'lgan bo'lsa, mahallaga osh bergan o'g'il tug'ildi deb orzu havasini ko'raman deb katta qilgan, lekin ming afsuslar bo'lsin kim. Mana shunaqa ahvolda astag'firulloh deyman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.